Savol: Jannatga kimlar kiradi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Jannatni yaratgan zot bizga jannatga kiradigan kishilarning tavsiflari haqida xabar bergan. Alloh azza va jalla aytadi: "Va man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighayri hisab." Va erkakmi, ayolmi, kim mu'min bo'lgan holida biron yaxshilik qilsa, ana o'shalar jannatga kiradilar va u joyda ularga behisob rizq berilur. G'ofir surasi 40-oyat. Yana Alloh taolo aytadi: "Innal ladina qalu robbunallohu thumma istaqamu fala khawfun alayhim va la hum yahzanun." Albatta, Parvardigorimiz Allohdir degan, so'ngra to'g'ri yo'lda ustuvor bo'lgan zotlar uchun xavf-xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Ulaika ashabul jannati xolidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ana o'shalar jannat egalari bo'lib, u joyda mangu qolurlar. Bu ular qilib o'tgan amallarining mukofotidir. Ahqof surasi 13-14-oyatlar. Yana u zot aytadi: "Illa man taba va amana va amila solihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata va la yuzlamuna shay'a." Magar iymon keltirib, yaxshi amallar qilgan zotlargina azobga duchor qilinmaslar. Bas, ular jannatga kirurlar va ularga biron zulm qilinmas. Maryam surasi 60-oyat. Shunday ekan, kim Allohga taslim bo'lsa, islomni qabul qilsa, Alloh buyurgan amallarni bajarsa va Alloh harom qilgan narsalardan tiyilsa, jannatga kiradi. Allohu a'lam.